Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga xayrli kun. Hurmatli kanal kuzatuvchilari, siz bilan xususiy patologiya kursidamiz. Bugungi ko'rib chiqadigan mavzuimiz interstitsial pnevmoniyaga bag'ishlanadi. Demak, xususiy patologiya kursimizda navbat bilan ketma-ketlikda nafas tizimiga oid kasalliklarni birin-ketin joylab boryapmiz. Telegram kanaliga, YouTube sahifamizga bularni ketma-ketlikda ko'rishingizni tavsiya qilaman. O'shanda tushuncha hosil bo'lishi yaxshi bo'ladi. Demak, biz sizlar bilan o'tgan darslarda pnevmoniyalarni boshladik. Ya'ni nafas tizimida eng ko'p uchrashuvchi kasalliklardan biri pnevmoniya hisoblanadi. Pnevmoniyani 3 ta turi bor. Ya'ni ularning birinchisi o'choqli pnevmoniya haqida gaplashdik. Ya'ni ma'lum bir o'choqlarda o'zida bo'ladi, hamma qismini qoplab olmaydi deb gaplashdik. Undan keyin esa bizlar bilan korpus pnevmoniya haqida gaplashdik. Endi bunda nima bo'ldi? Pnevmoniyamiz, ya'ni o'sha zararlangan qism ma'lum bir bo'lakni, ma'lum bir segmentni o'z ichiga oladi deb gaplashgandik. Bugun esa interstitsial pnevmoniya haqida gaplashamiz. Interstitsial pnevmoniya o'zi aslida nima? Bu peribronxial pnevmoniya yallig'lanish prosesini asosan endi bu alveolar orasidagi biriktiruvchi to'qimada peribronxial, ya'ni perivaskulyar va interlobulyar biriktiruvchi to'qimada avj olishi bilan ta'riflanadi. Ba'zan yiringli yallig'lanish yuzaga kiradigan yallig'lanish proseslari limfa tomirlarida avj olishi mumkin. Bu nima degani? Interstitsiya, ya'ni oraliq qism ekan. Oraliq qism qayerda bor? Oraliq qismda yana bir o'pkani tasvirlab olamiz. O'pkani tasvirlab oladigan bo'lsak, biz aytdik, o'pka ma'lum bir bo'laklardan, ma'lum bir segmentlardan tashkil topgan hisoblanadi. Aynan o'sha segmentlarni bir-biridan ajratib turgan orasidagi to'siq bo'lib turgan qism esa nima bo'ladi? Interstitsiya bo'ladi. Ya'ni biriktiruvchi to'qima bo'ladi. Aynan mana shu biriktiruvchi to'qimasida yallig'lanish prosessi ketishni boshlaydi. To'g'ri, kam miqdorda uchraydi interstitsial pnevmoniya, lekin asoratlari yomon oqibatlarga olib kelishligi mumkin. O'rganib qo'yganimiz foydadan xoli emas. Demak, bu tushunarli bo'ldi. Interstitsiya qayerligi? Xo'p, kasallikni etiologiyasi qanday bo'ladi? Etiologiyasi bu ham albatta bular bakteriya etiologik kasalliklar hisoblanadi. Ma'lum bir miqdordagi viruslar va asosan bakteriyalar keltirib chiqaradi. Stafilokok, streptokok bakteriyalari koklar oilasiga kiradigan asosan pnevmoniyani pnevmokoklar keltirib chiqaradi. Koklar oilasi undan tashqariga mana shu ko'rib turganimiz hozirgi stafilokok, streptokoklar aynan interstitsial pnevmoniya kasalligini keltirib chiqarar ekan. Va bizda qizamiq, ko'kyo'tal, gripp viruslari ham bo'lishi mumkin. Endi gripp virusi oddiy virusga deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q do'stlar. Gripp virusi ham aynan yuqori nafas yo'llarini yallig'lantirib kasallik bartaraf qilinmasa og'ir asoratlarga olib kelib, ya'ni pastga tomon harakatlanadi. Yuqori nafas yo'llarida xastalik boshlandi esa nima bo'ladi? Pastga tomon harakatlanadi. Aynan nima bo'ladi? O'pkaga keladi va pastki nafas yo'llarini ham zararlashi mumkin ekan. Patogenezda nima yotadi? Demak, bu kasalligimizni patogenezida aytishligimiz mumkinki, yallig'lanish prosessi asosan mayda bronxlar, kichik turdagi, ya'ni mayda kalibrdagi bronxlar va bronxiolalarda ularning devori orqali o'pka parenximasiga tarqalishi natijasida kelib chiqadi. Mayda bronxlar yoki bronxiolalarda devoriga biz aytayotgan virus kelib yopishadi. Aynan ana shu yerni zararlaydi va u yerdan o'pka parenximasiga tarqalib ketadi. Va bizda aynan nima hosil bo'ldi endi? Interstitsial pnevmoniya hosil bo'ldi. Hop, eslab qolishligimiz kerak, interstitsial prelobulyar pnevmoniya kamdan kam uchraydi. Yuqorida aytib o'tganimdek, kamdan kam uchraydi. Bu pnevmoniya yallig'lanishida interlobulyar, ya'ni bo'laklararo to'siqchalar. Hozirgi aytganimdek, bo'laklarimiz orasidagi mana bu yerda nima bor? To'siqlar bor. Aynan ana shu to'siqlarni limfa bezlari orqali tarqalishi bilan ta'riflanadi. Proses tabiatan olib qaraganimizda yiringli bo'ladigan bo'lsa, to'siqchalar yiring bilan infiltrlanadi. O'pkani kesib ko'rganimizda o'pka kesmasida yaxshi ko'rinib turadi va go'yoki uni tashkil etadigan strukturalarga ajratib qo'yadi. Ajratib qo'ygan interstitsial pnevmoniya dissecans deb shuni aytiladi.
deb ta'kidlab o'tyapmiz. Xo'p, demak bu kasalligimizni endi makroskopik ko'rinishiga to'xtalamiz. Makroskopik ko'rganimizda albatta patologik holat ketayotganligi uchun adaptatsiya bo'ladi. Uni moslashib hajm jihatdan kattalashganini ko'rishimiz mumkin. Bu mexanizmi qanday? Albatta yallig'lanish tufayli interstitsial to'qimalar shishadi. Shish bo'ladi. Yallig'lanish mexanizmida borda Selskalen pentadasi bo'lishi, rubr dubr dollar kolor funksiya leza bo'ladi. 5 ta ketma-ketlikda bosqichi bor. Aynan shishadi. Shishgandan keyin esa u hajm jihatdan kattalashadi. Bu esa o'pkalarni zichlashiga olib keladi. Xo'p, endi elastikligi pasaygan bo'ladi. O'pka to'qimasi zichlashadi, elastikligini yo'qotadi. Ya'ni zichlashib borish davom etib boradigan bo'lsa, endi uning elastikligi ham yo'qoladi. O'z funksiyasini bajara olmasligiga sabab bo'ladi. O'z funksiyasini bajara olmagandan keyin o'z-o'zidan nafas yetishmovchiligi bizga kelib chiqadi. Xo'p, kesilganda nam va donalar ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, demak interstitsial to'qimada suyuqlik va hujayraviy infiltrat yig'ilishi kuzatiladi. Ya'ni interstitsial to'qimada, ayni interstitsiya yallig'langan o'sha biz aytayotgan interlobulyar qismida suyuqlik va hujayraviy infiltrat yig'ilishi kuzatilishligi mumkin ekan. Demak do'stlar, mana makroskopik va mikroskopik ko'rib chiqishligimiz mumkin. Aynan mana bu yerlarga ahamiyat beramiz. Nima bo'lyapti? Mana biriktiruvchi to'qimada yallig'lanish boshlanadi va aynan o'sha yerlarni undan esa o'pka parenximasiga o'tadi deb gaplash. Mana bu yerda boshlandi, keyin esa o'pka parenximasiga nima bo'ldi? O'tib, bu yerni zararlantirib, yallig'lantirdi. Bu esa preparatimiz gistologik mikroskopik ko'rinishi. Xo'p, kasallikni endi mikroskopik ko'radigan bo'lsak, bu kasallik mikroskopik ko'rganimizda interstitsial to'qimadagi infiltratsiyani tabiatan olib qaraganimizda albatta yallig'lanish prosessi ketgandan keyin limfositlar ko'p miqdorda uchraydi. Bu yerda mikroskopik ko'rganimizda limfositlarni va albatta plazmatik hujayralarni, makrofaglarni ko'pligi aniqlanadi. Chunki organizmga o'sha mikroorganizmlar, stafilokokk, streptokoklar tushgandan keyin kompensatsiya mexanizm ketib, u o'z-o'zidan bizda immun hujayralarimiz aynan ularni yo'q qilishga qaratiladi. Va aynan o'sha yerda nobud bo'lgan aytaylik limfositlarda, plazmatik va makrofaglarni ko'pligi aniqlanadi. O'sha yerni tozalashga yetib kelgan ko'p miqdordagi makrofaglar topiladi. Xo'p, alveollar septada qalinlashgan. Demak, alveollarning orasidagi to'siqlarning ham kattalashganini ko'rishligimiz mumkin ekan mikroskopik ko'rib qaraganimizda mana. Xo'p, demak endi bunda alveollar orasidagi biriktiruvchi to'qimalarning yallig'lanishi va shish natijasida septalar kengayib qalinlashadi. Albatta, shish kengayishda tub mohiyati yallig'lanish prosesi yotadi. Shish kelib chiqadi. Xo'p, fibroz jarayonlar. Uzoq davom etgan interstitsial pnevmoniya ko'p hollarda o'pkada biriktiruvchi to'qimani ko'payishi fibroz kuzatiladi. Xo'p, demak bu kasalligimizning oqibati qanday bo'ladi? Oqibati pnevmoskleroz kuzatilishligi mumkin. Fibroz jarayonlari kuchayib ketadigan bo'lsa, pnevmoskleroz kuzatilishligi mumkin. Va albatta yuqorida aytganimizdek alveollar o'zining vazifasini bajara olmaydi deb gaplashdik. Nafas yetishmovchiligi, mana o'pka fibrozi, o'pka gipertenziyasi. O'pka gipertenziyasi nima sababdan? Ya'ni endi bunda biriktiruvchi to'qima o'sib ketadi deb gaplashyapmiz. Mana do'stlar, biriktiruvchi to'qima, ya'ni fibroz jarayoni bo'lib biriktiruvchi to'qima o'sib ketganligi sababli u o'pkadagi qon tomirlarini nima qiladi? Siqadi. Siqish natijasida bizda o'pka gipertenziyasi kuzatilar ekan. Va korpulmonariya, o'pka yuragi patologiyasida bunda asosan patologiya o'pkada bo'ladi, asorat esa yurakda bo'ladi. Ya'ni o'pka gipertenziyasi ko'p miqdorda mana davom etadigan bo'lsa, nimaga korpulmonariyaga olib kelishligi mumkin ekan. Va umumiy holatdagi gipoksiya kuzatiladi. Umumiy holatdagi gipoksiya albatta nafas yetishmovchiligi, qonning to'liq kislorod bilan ta'minlanmayotganligi va uni yetarli miqdorda haydab berilmayotganligi natijasida bizda umumiy gipoksiya kelib chiqar ekan. Xo'p, demak do'stlar, bugungi qisqacha darsda shularni ko'rib chiqdik. Interstitsial pnevmoniya o'zi aslida nima ekanligi, kasallikning etiologiyasi, patogenezning mohiyatida nimalar yotishi, makroskopik va mikroskopik ko'rinishi haqida ma'lumot berdik. Mana preparatlar bilan va kasallikni oqibati haqida tushuncha berishga harakat qildik. Demak, Alloh qodir qilgancha tushuntirishga harakat qildim. Albatta, hech bir darslik yoki hech bir nimalar mukammal holatda emas. Albatta, bundan tashqariga ham o'zingiz qidirib o'qib, boshqa adabiyotlardan ham izlanishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Xato va kamchiliklar bo'lishligi mumkin. Qo'ldan kelgancha talabalarga oson bo'lishligi uchun mana shunday bir kitob shaklidagi
darsliklarimizni o'zimiz yozgan kitobni shunday video rolik sifatida taqdim etib kelyapmiz. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Qisqa vaqtlar ichida siz bilan Nizomiddin Azimov bo'ldi. Qandaydir bir oz miqdorda bo'lsa ham ushbu darsliklardan manfaat ko'rayotgan bo'lsangiz, haqqimizga duo qilib qo'yishingizni o'zi kifoya. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.